Dastlabki texnikamiz Samosvalman 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg esa 94 ming kilometr deyishyapti. 10 ta baloni yangi. Motor, korobka, rama, kuzov qismlarida ham hech qanday kamchiligi va muammosi yo'q. Hujjatlar ham joyida. Narxi 60 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbat esa Samosval Sachiman avtomashinamiz sotiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, ammo salondan 2021-yilda sotib olingan deyishyapti. Probeg 186 ming kilometr, halol deyishyapti. Bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin deyishyapti. Motor, korobka, moslari hali ochilmagan. 10 ta baloni 100% yangi. Bemalol har qanday joyini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Texnikaga 100% kafolat beriladi deyishmoqda. Demak, manzil Buxoro viloyati. Narxi esa 57 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Naqd purslini yoki kredit qilib sotib olishingiz ham mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi texnikamiz ham Samosvalman 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg esa 260 ming kilometr deyishyapti. Balonlar 100% yangi, motor, korobka, rama, kuzovlar ham zo'r holatda, hujjatlar joyida. Narxi 68 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatdagi Samosvalman avtomashinasi sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg esa 360 ming kilometr, 10 ta baloni yangi, holati zo'r, hech qanday kamchiligi, muammosi yo'q, hujjatlar ham joyida. Narxi 60 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Keyingi texnikamiz esa Sachiman avtomashinamiz sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy soz holatda, hech qanday kamchiligi yo'q. Motor, korobkalari ham zo'r holatda. Motor 1 gram ham moy yemaydi deyishyapti. Rama, kuzovlarda ham muammo yo'q. Narxi 32 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa davom etamiz. Navbatda esa Fash kompaniyasiga tegishli ushbu Samosval texnikamiz ham sotiladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg esa 53 ming kilometr deyishyapti. Holati a'lo darajada. Hujjatlari joyida, 10 tonnagacha yuk oladi. Narxi 32 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Isuzu Samosval sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, nahadu holatda, balonlar 70% atrofida, holati juda ham zo'r, hujjatlarda muammo yo'q, ishga tayyor texnika. Narxi 28 ming dollar aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Isuzu ishqibozlar uchun esa navbatdagi Samosval Isuzu avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holat a'lo darajada, hujjatlari joyida, motor, korobka, zadniy moslari ham yaxshi, mashina ishga tayyor. Narxi 33 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va texnika egalaridan to'la ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa Zil 131 vodovoz texnikamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmoqda. 8 tonnalik deyishyapti. Holati yaxshi, ishga tayyor, hech qanday xarajat yo'q deyishmoqda. Manzil Samarqand viloyati. Narxi esa 11 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi vodovoz texnikamiz sotiladi. 1985-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, noldan terilgan texnika deyishyapti. Hamma zapchastlar yangi qo'yilgan. Hujjati yo'q deyishyapti. Demak, narxi 100 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda esa yana bir Zil 131 texnikamiz sotiladi. 1998-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor, korobka, zadniy moslari yaxshi, rama, kuzovlarda ham hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda. Manzil Jizzax viloyati. Narxi esa 11 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gazel Business sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holat a'lo darajada, injektor motor deyishyapti. Benzin hamda gazda harakat qiladi. Rama risollari usilit qilingan, holat yaxshi, bortni uzunligi 5.30, eni esa 2.20 cm deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, narxi 12 ming 800 dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati.